Mana shu tayyor kirib yashiladigan 3 etajli kottejlarimizni $80,000 dan olsanglar bo'ladi. Degan paytimizda ko'pchilik qimmat deyshti. 7 ta shu tayyor kottejimizni aka necha kunda sotib tashladik? Qancha vaqtda? 2 hafta vaqt ketdi. 2 haftada hamma kottejlarimizni sotib tugatdik. Sizlar uchun bir donasi qolgan. Oxirida bir donasi qolgan. $80,000 dan sotilgan. Aka mana shu oxiridagi kottejimiz qolgan bo'lsa, mana agrotlari bilan bonusiga necha pul qilib beramiz buni? Bitta qolgan. Buni ham 80,000. Bitta qolgan u. Aka, obunachilarimiz uchun 79,000 qilib beramiz. Agar men nomdan kelsa, naqd pulga yana kelishib berasiz. Bo'ladimi? Bo'ldi, gapni. Bo'ldi. Bitta qolgan. Yunusobod tumani Bodomzorda joylashgan 3 uruvinli tayyor kirib yashiladigan kottejlar. Mana shu oxiridagisi qolgan, o'zini mana bunaqa kattagina agoroti ham bor orqa tomonda. Xo'p, kirishdan boshlaydigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, kattagina hol qismi bilan boshlanadi. Studiy formatda bo'ladi. O'ng tomonda oshxona zonamiz. Mana bu yerda, xo'p, ochishga kottejimizning yuragi hisoblanadi. Kerakli hamma narsalar qo'yilgan. Birinchi etajda o'zini samishonniy sanuzeli bor. Ko'rishingiz mumkin. Даже dushovoy zonalargacha qilib qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar, tayyor kirib yashiladigan holatda. Minus birinchi etaj podol keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Kattagina shunaqangi zal sifat qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Minus birinchi etaj ham 100% cho'pli pol. Ikkinchi etaj keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, shunaqangi yaxshigina o'lchamda ikkita xonamiz bo'ladi va ikkinchi etajda o'zida ham shunaqangi samishonniy sanuzel. Ko'rib turgan kottejimiz Yunusobod tumani Bodomzorda joylashgan. Aniqroq tushuntiradigan bo'lsam, Yunusobod kadastri deyarli yonida. 74 kvadratli necha kvadrat qoldi bu? 66 kvadratli shu eng kichkina kottejimiz qolgan. Narxini 79,000 startga qo'ydik. Agar naqd pul bilan kelsanglar, yana kelishadigan joy bor. Pastda nomer qoldiraman, ozgina shoshmasanglar bo'lmaydi.